Hammaga salom yaqinlar. Yaqinlama yengillik boshlaganman. 30 ta $1, hozir $100ligim yo'qligi uchun 200 ming so'm qo'yaman. Bittasi 200 ming so'mlik bo'ladi. Biza hozir kimnidir topamiz va o'sha odamni tug'ilgan kunini so'rayman. Tug'ilgan kuni sanasiga agar 200 ming so'm to'g'ri keladigan bo'lsa, biza o'sha insonga 200 ming so'mni sovg'a qilamiz. Kuzatinglar, vaj jinnisi bo'ladi. Go. Biza hozir tunnelga tushib ketamiz. Tunneldan chiqqan birinchi savdogar bilan o'ynaymiz. Qaranglar. 200 ming so'mni mana shu oraliga sovordim. Bo'ldi. Mana shu tarafdan sanaladi. Tug'ilgan kuni necha bo'lishidan qat'iy nazar, qani go. Biza ketdik. Birinchi savdogar bilan o'ynaymiz, yo'limizdan chiqqan. Qani go. O, biza savdogar ko'rdik. Qani go. Assalomu alaykum. Hormanglar, menimcha siz klient bo'lsangiz kerak. Siz sotyapsizmi narsalarni? Voy, gap yo'q, mashalloh, chiroyli narsalar bor ekan. Qarang, men pul tarqatadigan blogerman. Men siz bilan hozir pul yutuqli o'yin o'ynamoqchiman. Menga tug'ilgan kuningizni sanasini ayting. Necha sanada tug'ilgansiz? 14-sana. Voy, gap yo'q. Qarang, mana shu tarafdan sanayman hozir. Agar 14-raqamdan necha pul chiqsa, o'sha pul sizga bo'ladi. Glavniy pul yutug'i 200 ming so'm pul yutug'i qo'yilgan. Qani go, 14-raqamdan necha pul chiqadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 va $1 chiqdi. Mana $1 sizga. Agar endi qaranglar, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23-sanada tug'ilganingizda siz hozir 200 ming so'm pul yutug'ini yutgan bo'lardilar. Mayli, charchamanglar, savdolarga charchamanglar. Yaqinlar, agar sizlarga ham videoyimiz yoqadigan bo'lsa, meni kontentim yoqadigan bo'lsa, meni kuzatinglar. Men sizlar bilan ham video olaman. Qani go.